shunaqa apparat ishlaydigan aka ukalar yangi skaner ishlab chiqardik. Xudo xolisa sotuvda Malibu 18 diskasi da hozir men sizlarga tekshirib ko'rsatib beraman. Qanaqa ish qiladi va qanaqa yengilliklari bor. Diskani uzunligini hisoblab chiqdim 225. Xo'sh, diskadan bu yoqqa qarab 5, bu yoqqa qarab 5 mm qo'yganmiz. Udobniy bo'lishi uchun hozir bu qo'lga o'tkazib olaman. Mana G-kodni bo'shatib olganmiz. G-kod 0. Xo'p. Mashteriga kiramiz. Mashteriga oldin programmaga bu tepaga kirishga to'g'ri keladi. Tepaga kirib, mana bu VIP scan, mana bu keyin рабочий stol mana shunaqa qilib tanlab, keyin mana yerda sifrlarni yozishga to'g'ri kelardi. Keyin mana yerda qadamlarni yozishga, keyin bular o'zgartirib bo'lmasdi. Bu yoqda stop bosish uchun mashteridan chiqib ketishga to'g'ri kelardi. Hozir esa bu narsalarga umuman o'rin yo'q. G-kod tekshiramiz. G-kod 0 bo'ldi. Mana skanerga kiramiz. Skanerimiz tayyor. Uzunligini mana bu yoqdan ham yozaman 225. Ok bosamiz. Xo'sh, qadamimiz 1 qilamiz mana. 1 raqamini bosamiz и enter. Bo'ldi. Keyin orqaga qaytishni ham 1 enter qilamiz. Okey. Mana bu skanerimiz tezligi, buni yuzi tekisligini hisobga skanerimiz tezligini 100 ga qo'ysak, tez, mana 100 ga qo'ydik. Tez skanerlab olamiz. Endi vaqtimizni ham o'lchaydi. Keyin skaner qilib bo'lgandan keyin mana 50 tezligi 50 chekkaga qarab chiqadi. O'sha mana bu 0 tochkadan yana 50 mm. Qani, mana skanerlashni bosamiz va skanerlash vaqtida biron holat bo'lib qolsa, mana resetni bossak o'zi stop bo'ladi, to'xtaydi. Bunda juda oson hammasi. Qani skanerlash ketdik. Bismillah. Boshlandi. 1 2 3 4 5 dan kiramiz. Lineyka 4 mm, shuning uchun mana 5 dan kiramiz. Ketdi. 6 dan yozamiz adashmasam. Yana 5 dan vaziyatga qaraymiz. Xo'p, skanerlash vaqtida mana ko'ryapsiz, mana shu shaglarimiz misol 1 qo'yilgan. Agar shu 1 tezlashish kerak bo'lsa, mana buni mana bu yoqdan tolgan 0 cho'lishi 5 qilamiz. Chunki bizda mana yerda enter. Ana endi skanerlashimiz zazori 0.5 bo'ldi. Bu skanerda eng katta qulaylikdan biri skorosti ishlayotgan vaqt. Mana shu yerdagi hamma narsani ishlayotgan vaqtda o'zgartirsak bo'ladi. Hech qanaqa skanerga minus berib qo'ymaymiz. Hozir ko'ramiz 18 lik diska 225 mm da necha minutda. Mana o'sha 2-minut ketyapti. 2-minutda o'sha skanerlar boshlayapti. Xo'p, xohlasa shagida, mana shu shagida 2 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana ketdi. Sirada. Akalar, bu yangilik, xudo xolisa videoni erinmasdan ko'rasizlar, sizlarga manfaatli bo'ladi. Kimga agar skaner xizmati kerak bo'lsa, programma bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu ishimizni ancha yengillatib beradi, xudo xolisa. Qaranglar. O'sha mana 2 minut, bizlarda esa 130 mm yurdik. Xudo xolisa bu hammaga manfaatli video bo'ladi. Oxirigacha ko'rish esdan chiqmasin. Mana endi mana shu yerga keldik. Misol 2 mm ko'p desak, shagda prosta mana 2 ga kiramiz, mana yerdan 1. Okey. Все. Mana endi 1 qadamdan yuradi. Chunki pastlagan payt qadam maydaroq bo'lsa, chiroyliroq chiqadi. Buni hamma biladi. Обраткasi 0.5. Xudo xolisa mana endi 2 minut bo'ldi. 2 minut. 18 lik diska esdan chiqmasin. 225 mm da почти programmasiga hozir 100 tezlikka qo'yganmiz, buni 50 qilamiz oxirroqda. Shtobi mana bu yoqda bizni qiynamaslik uchun eslab qolish. Shu 50 tayyorlab turamiz. Mana 50 tayyorlab turibmiz. Prosta yaqinlashganda enterni bosib o'ramiz. Qani? Mana yaqinlashib qoldi. Enterni bosdik mana. Bo'ldi. Xo'p. 223 ta chiqdi. Demak, 0 tochkadan yana 50 chiqadi va o'zi avtomatik qaytib keladi. Xo'sh, programmamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana tamam, ko'rdinglarmi? 50 plus. Xo'p, endi prosta orqaga qaytamiz. Hech narsani lishni bosish kerak emas. G-kodga kiramiz, endi G-kodni remont qilamiz hozir. Sizlar bilan birga 1 sekund. Mana buni olib qo'yay. Xo'p,
olib qo'ydim. 50 plyusni nimasi yaxshi? 50 plyus qilgan payt bemalol mana bunda mana aylantirib rezesni mana shu qilib olamiz. Hozir bitta rezes qo'yib olamiz bu yoqqa. Rezesimizni qo'yib oldik. Hozir mana bu joyda sinxron qilib olamiz. Rezesimizni qo'yib sinxron qilib oldik. Xuddi skanerda 5 orqaga, 5 yuziga qarab minusovay bu yoqqa qarab chiqdik. No, plyusovay. Xo'p, bo'ldi, tayyor. Endi G-kodni G-kodga kirib oldik. Har doimgidek tepasini 0, xo'sh pastdagisini 0, keyin 0 dan, xo'sh, hozir qo'lni almashtirib olaman. 0 dan boshlab to xo'sh 5 gachami? 5 ni ham o'chirsak bo'ladi. 6 dan boshlasak bo'lar ekan. Chunki razницasi ko'p ekanda. Xo'p, bo'ldi. 5 gacha delete qilamizda. Endi 6 ni kopirovat. No, har doimgidek o'zlaringiz bilasizlar. 6 ni kopirovat. Xo'p, 0 ga stoyat qilamiz, bilasizlar o'zlaringiz. Bo'ldi, tepa tayyor. Oxiri esa 223 ta chiqdi, eslagan bo'lsalaringiz. 223 emas, 90 mana bunda 222 ni 92 92 92 81 ekan, bu yerda 33 10. Mana shu 22 ni qoldirsak bo'lar ekan. Yana test qilamiz. To. Nima qilamiz? Delete qilamiz. Endi 22 ni o'zlaringiz bilgandek mana. Kopirovat. Mana bunga stoyat qilamiz. Bu bir xil. Mana bu 50 da diskamizni yuzi qaranglar, 0 bu. Bemalol 0 dan 0 ga chiqib kelishi mumkin. Agar biz ona 50 da qoldirsak, bu mana bu o'z avtomatik 50 plyusga qoladi, keyin GoToZni bosishimiz kerak, shu bu 0 ga kelish uchun. Bizda buni esa 0 qilamiz, prosta. Bo'ldi. Endi mana yuzimiz tekisligini hisobiga, bazamiz bu yoqdaligini hisobiga bemalol o'zi 0 dan 0 ga qaytib kelaveradi. Bu eng katta plyuslarimizdan biri. Saqlanib qilamiz hozir. Saqlanit. Tak. Hozir. Xo'sh, Malibu 18 deb saqlanib qildik. Endi har doimgidek mana kiramiz. Mana Malibu 18 saqlanimiz bor. G-kod tayyor. Hozir bitta test qilib olamiz, xudo xolisa, keyin boshlaymiz. Qani ketdik unda. Salgina zazor berib qo'yamiz, o'zimiz firmenniy stil bilan. Mana bu yoqda mana shunaqa apparati borlarga mazza. Hamma narsani robot bilan qilish shart emas. Xo'p, ketdik. Tezlashtiramiz, reski zipillatib ko'ramiz. Aziz do'stlar, juda ko'p vaqtimiz ketib qoladi bu narsalarga, lekin xudo xolisa foydali bo'ladi. Juda yaxshi o'qiyapti programmamiz, hech qanaqa muammosiz. Xo'sh, 18 lik diskka 225 mm, 224 deylik. 224 mm ga где-то 10 minut vaqtimiz ketyapti. Skaner qilib, G-kodni taxlab, plus bitta paraxod qilishda nimasiga. Nasib bo'lsa, programmamiz mana chotki o'qiyapti. Chotki o'qiyapti, xudo xolisa. Xo'sh, buni normaga tashlab qo'ydik. Xohlasa avtomatik o'zi u yoqqa borib, yana qaytib keladi 0 ga. 0 ga qaytib keladi. Endi biz GoToZni ham bosmaymiz, Revenge Cater'ni ham bosmaymiz. Bizda avtomatik 0 dan 0 ga keladi. E'tibor beramiz. Qani, bismillah. Ras, ras. Ko'ryapsizlarmi? Agar yerda bunday bo'lsa, ba'zan beroq olamiz. Qaranglar. Chotki. 0
1.0 avtomatik boshida. Qani ketdi yo'lda. Ko'proq ko'ramiz. Просто start esa. Aka-ukalar kimga mana shunaqa chiroyli instrumentlar kerak bo'lsa, xudo xolasa bu maksimal darajadagi video bo'ladi. Hammasi realli. Hech qanaqa bu yerda vaqt o'g'irlangani yo'q. Bu diskalar ham shu apparatda qildik, xudo xolasa 4 ta ham qilamiz. Yangi programma bizga nima beradi? Yangi programma bizning vaqtimizni tejaydi va bizni asabimizni behudaga buzmaydi. Biz bemalol o'zimiz, misol uchun Wi-Fi kimlargadir men latta tashlab qo'yaman, kimdir nimalardir tashlab qo'yadi. Mana bu latta ham zo'r ekan, yopib turadi mana. Hozirda diskamda mana oynada chiqyapti. Hozir yo'li bo'lgandan keyin yana davom etamiz. Aslında kerak bo'lgan narsani men sizlarga ko'rsatdim. Aslında kerak bo'lgan narsa bu programmani qanchalik osonligi va qanchalik qulayligi va bu o'sha avtomatlashdida bemalol borib qaytib kelaveradi, ish qilaveradi. Xudo xolasa bu juda foydali programma bo'ldi hammamiz uchun. Soat kechki soat 2:30. Prosta shu programma haqida ma'lumot berish uchun shu videoni olishim kerak edi. Mana shuni shu vaqtda tinch bo'ladi bemalol. Xudo xolasa. Xo'p, videoga qaraganda mana 13 minut, 14 minut gideta vaqt sarfladik. Bitta diskamizni tayyor qilib, buyoqqa keling, boshlanishiga 20 minut ketadi. Mana shu Malibu 20 minutga taxlab olasiz hamma narsani. Gideta 1 soatda agar bir komplet chiqarsak, biz uchun вообще wow effekt bo'ladi. 1 soatdagi bir komplet chiqarsak. Ana bu narsa zo'rda. Shuna kiretgan paytda qo'yasiz, plus qilib ozgina bo'ldi. Programmaga kirib ha deb ana bu qilish hojati yo'q. Boshlanishiga mana shu zo'r. Keyin qolgan diskalar bilan sinxron qilib olish uchun ham mana shu zo'r. Вообще bomba narsa. Buni bilganlar ishlatadi, menimcha ko'pchilik ishlatadi. Shu stanokdan olib ishlatgan odamlar juda yaxshi biladi. Xudo xolasa mana birinchi diskamizning ishi ham o'z nihoyasiga yetkazsa ham bo'ladi, ozgina qoldi. No 224 mm. Значит bizlarda mana
5 minutda o'tar ekan. Где-то ozaytiraman. 5 minuti jikodan kelib qoldi. O'chiramiz, mana ko'ryapsan. O'zi avtomatik, men hech narsaga teginganim yo'q. O'zi avtomatik kelyapti. 00. Все, tayyor. Bitta proxod bor. Diskamiz Xudo xolisa idealni chiqdi desak ham bo'ladi. Yaltirashlari hammasi joyida. Xudo xolisa. Aziz do'stlar, kimga programma kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tibor uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar.